omad vositalari xodimlari, avvalambor xush kelibsizlar. Sizni Buxoro tumaniga kutib olganimizdan bag'oyat xursandmiz. Agar ruxsat bersangizlar, men prezentatsiya qilishdan oldin men ozgina bir tuman haqida ma'lumot bermoqchi edim. Buxoro tumani aholisi 182.400 kishini tashkil etadi. Oilalar soni 48.223 ta. Oilalar soni 48.223 ta. Buxoro tumanida 36 ta mahalla bor. Shundan bizning inson ijtimoiy xizmatlari markazi xodimlarimiz 35 dan tashkil qiladi. Ya'ni bitta mahallaga aholi soni kam bo'lganligi sababli bitta xodim ikkita mahallaga joylashtirilgan. 35 ta inson mahalladagi xodimlarimiz bo'lsa, markazning o'zida ham sho'balarimiz va xodimlarimiz 19 nafarni tashkil etadi. Mana shu ko'rib turgan zdaniyamiz 1949-yilda qurilgan, avvalgi tuman hokimligi binosi bo'lgan, ya'ni bilasizlar. Buni biz o'zimiz Mirjo Qosimovning tashabbuslari bilan tuman hokimi bilan birgalikda restavratsiya qilib, rekonstruksiya qilib, ishga tushirib, hozirda foydalanib kelmoqdamiz. Agar ruxsat bersangizlar, ozgina prezentatsiyamiz bor edi, o'zimizning ko'rsatkichlarimiz bo'yicha sizlarga axborot berib o'tsam. Onlayn axborot vositalari vakillari, hozir bizda birinchi ko'rsatkichlarimiz haqida gapirib o'taman. Ya'ni inson markazida kelib tushgan arizalar va keyslar, shular haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. O'zi hammaga aksariyatlar bilasizlar, inson markazi nima ish bilan shug'ullanadi, qanday ish bilan kimlarga yordam ko'rsatadi va faoliyati nimalardan iborat degan savolga ozgina bir tushuncha berib o'tamiz. Bizani asosiy kontingentimiz ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam, ya'ni 12 ta qatlam bor. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamga professional ijtimoiy xizmat ko'rsatamiz. Ya'ni nima qilib aytganda, joylaricha emas, aynan professional, ya'ni chet el tajribadan kelib chiqqan holatda professional xizmatlarimizni ko'rsatib boramiz. Bu jarayon qanday bo'ladi? Ariza yozilish orqali va keys orqali. Ariza nima? Bilasizlar, hammamizga ma'lum, arizalarimiz fuqaro murojaati va jismoniy shaxslar murojaati, yuridik shaxslar murojaati. Keys nima degan savolga men aytmoqchimanki, keys misol uchun bitta shaxsni kompleks ijtimoiy xizmat orqali qamrab olish. Bu jarayon birlamchi bo'ladi va kompleks bo'ladi. Ya'ni vaqt talab qilinadigan oylab, kerak bo'lsa yilgacha davom etadi. Ya'ni uni muammosi hal bo'lganicha, ya'ni ijtimoiylashuv ta'minlangancha davom etadi. Mana shu narsa keys deyiladi. Hozir ruxsatlaringiz bilan bizada ariza qabul qilish bosqichi 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi o'zimizda markaz xodimlari tomonidan hozir kirib o'tgan joylarimiz, bizning operatorlarimiz o'tiradi. Operatorlarimiz kelib tushgan kelgan fuqarolarga bevosita arizalarni qabul qilib, sho'balarga avtomat tarzda o'zi qabul qilindiki, onlayn tarzda hammasiga arizalar qabul qilish boshlanadi. Mana bu markaz xodimlari tomonidan qabul qilingan arizalarimiz jami hozir bu yerda aytib o'taman, ko'p ko'rsatkich ijobat qilingani, aranjli rad etilgani va ularni qo'llangan jarayonda degan ma'lumot beradi. Demak, markaz xodimlari tomonidan hozirgacha 3679 ta ariza qabul qilingan. Bu ijobat qilingan ko'rsatkich. Bu 144 tasi rad javob berilgan va 98 tasi jarayonda, ya'ni vaqt talab qilinganligi uchun jarayonda. Bu bilasizlar, bu turlardan ijtimoiy xodimlarimiz bor. Bizlar 103 turdan ziyod xizmat ko'rsatamiz. Xizmatlarimiz turi soni 103 turdan ziyod. Hozir xuddi shunday ijtimoiy xodimlarimiz hududlarda bevosita arizalarni qabul qilib, bizlarga, ya'ni markazga yo'naltiradi. Markaz sho'balarimiz tomonidan ko'rib chiqib, ularni hal qilish choralari ko'riladi. Demak, ijtimoiy xodimlarimiz tomonidan hozirgi holatda 8174 nafar murojaatlar ijobat qilingan, 1774 nafar rad etilgan va 470 tasi jarayonda. Bu bizda ya'ni davlat xizmatlari markazi orqali ham arizalar murojaatlar kelib tushadi. Ya'ni sanatoriylar bor, va hokazo. Shunga o'xshagan murojaatlarimiz davlat xizmatlari markazlari orqali ham kelib tushadi. Davlat xizmatlari markazi orqali ham kelib tushgan murojaatlarimizdan 274 tasi ijobat qilingan, 236 tasi rad berilgan. Jami hozirdagi mana shu 3 ta ko'rsatkichni qo'shgan holatda jami olib qaraydigan bo'lsak, 12107 ta murojaat ijobat qilingan, 2154 nafari rad etilgan va 518 tasi jarayonda turibdi. Bu degani 80% ko'rsatkichlarimiz bilan ijobat qilingan ko'rsatkichda turibdi. Endi sizlarga xudo o'zi aytib o'tib ketdi. Ya'ni keyslar ochilishi bo'ladi. Bizda har bitta fuqaroga nisbatan keys ochamiz. Keyslarimiz xuddi shunday 15069 nafar 15069 nafar jami ochilgan keyslarimiz hisoblanadi. Shundan baholash bunisi baholash yakunlangan 13196 nafari, baholash boshlanmagani
345 nafar, ya'ni bu jarayonda degan ma'noni beradi. Va bag'lash jarayonida 345 tani tashkil etadi. Endi nodonlar vositalari vakillari bu bizani hozircha arizalar keyin tarafdagi ma'lumotlarimiz edi. Bundan tashqari birazda xabarlarimiz bor. Bizda xuddi shu boshda aytib o'tganimdek xususiy xizmat ko'rsatamiz. Shulardan bittasi amaliga qiziq bo'lgan, fuqaroning eng ko'p murojaat qiladigan, eng ko'p patoq bergan, hammaga murojaat qiladigan katta saqlov tuman jamg'armasidan beriladigan mablag'larimiz. Bu aynan kimlarga beriladi? Bu 2023-yil, 2024-yil avgust oyidan boshlab bizga o'tgan. Ya'ni o'sha paytda bu ijtimoiy yo'lda muhtoj qatlamga berilar edi. Hozir bu qonunchilikka o'zgartirish kiritilib, faqat kambag'allik reyestrga kiritilgan fuqarolarga beriladigan tartib o'rnatildi. Endi sizlarning xabarlaringiz bor, ikki xil nima bor, bizning reyestrimiz bor. Birinchisi yagona ijtimoiy himoya reyestri, ya'ni nima bilan aytganda, bola nafaqasi tayinlanadigan va kam ta'minlangan nafaqasi to'lanadigan reyestrimiz va kambag'allik reyestri. Kambag'allik reyestri nomi bilan hammaga menimcha tushunarli bo'lsa kerak. Kambag'allik reyestri imkoniyati cheklangan fuqarolarni ro'yxatga olish daftari. Ya'ni bu xizmatlarimiz orqali 2024-yilda 532 nafar fuqaroga 477 million 800 ming so'mda xizmat ko'rsatilgan. Saqlov tuman jamg'armasi orqali. Mana bu ekranda ko'rib turganlaringiz buni barchasi dori-darmon vositalariga, davolanishga, oziq-ovqatga, kiyim-kechak, zaruriy tovarlarga ta'minlash, kommunal va qishki mavsumda ko'mir olib berishga qilingan xarajatlar mana bu ekranda ko'rsatib o'tilgan. Va 2025-yil holatida bu ko'rsatkich 140 nafar fuqaroga 190 million so'mdagi moddiy yordam ko'rsatilgan. Xodim birinchi tashkil etilgandan so'ng mana shu ikkita operatorlarimizga kelib uchrashadi. Ikkita operatorlarimiz o'zi arizasini qabul qilib, birinchi navbatda o'zi bilan bog'liq masalalarni hal qiladi. Qolganlarini shubalarga avtomat tarzda elektron tarzda jo'natadi. Biz Buxoro tumani Oybek mahalla fuqarolar yig'inida turibmiz. Mahallamizning nomi shoirimiz Muso Toshmuhammad o'g'lining nomlariga qo'yilgan. 2005-yilda tashkil etilgan. Mahallamizda 2455 ta aholimiz bor. 832 ta oilalarimiz, 519 ta xonadonlarimiz bor. Shundan 71 ta hozir guruh nogironliklarimiz, guruh nogironlari 1-chi, 2-chi, 3-chi toifadagi nogironlar mavjud. 301 ta pensionerlarimiz mavjud. Ehtiyojmand oilalarimiz kambag'allik reyestrida turganlar 19 ta edi. Ikkitasini hozircha kambag'allik reyestridan chiqarilgan. 17 ta oilamiz kambag'allik reyestrida turgan. Aynan uzrda ijtimoiy xodimimiz qachondan beri faoliyatlarini olib boryaptilar va aynan aholi bilan ijtimoiy himoyalashda nimalarga e'tibor qaratyapsiz? Ular bilan o'sha muloqot jarayonida ko'proq nimalarga ahamiyat qaratyapsiz? Vazifangiz nimalardan iborat? Shu haqida ma'lumot bering. Assalomu alaykum. Sizlar mahallamizda men shu Oybek mahallasi ijtimoiy xodimi Mirsoliyeva Sto'rayevna bilaman. Ushbu sohada faoliyatimni 2024-yil 11-martdan boshlab davom etib kelmoqdaman. Hozirda bizning asosiy vazifamiz ijtimoiy xodimlarning vazifasi shunday iboratki, og'ir vaziyatga tushib qolgan oilalar bilan fuqarolar bilan ishlash. Bizning asosiy maqsadimiz shu. Bizda hozir og'ir vaziyatga tushib qolgan kambag'allik reyestridagi fuqarolarimiz, oilalarimiz mavjud. Bundan tashqari nogironligi bo'lgan fuqarolar, ko'proq ularga ahamiyat berish kerak, ularning haq-huquqlarini tushuntirish kerak. Ularga kerakli bizning tashkilotimiz tomonidan shu joriy etilgan vakolatimiz doirasida yordam ko'rsatib biladigan yordamlarimizni ularga ko'rsatishimiz kerak hamda taklif etishimiz kerak. Ayrimlar bor taklif etasiz, masalan rad qiladi shunday holatlar bor. Ayrimlar bor o'sha taklifdan xabari ham bo'lmaydi. Bizning asosiy vazifamiz shunday haq-huquqi borliklarni nogironlik bo'lgan fuqarolarimizga chiroyli qilib yetkazib berish. Fuqaromizdan u payt hali 18 ga to'lmagan edi qizimiz. Bolalikdan nogironlik gruppasi belgilandi, tibbiy ko'rikka yo'naltirildi. Tibbiyot xodimlari tomonidan birgalashib ishlandi va bolaga bolalikdan nogironlik belgilandi.
O'g'lasiga esa bolaga qarovchilik nafaqasi belgilandi. 21-aprelda qizimiz 18 yosh to'ldirganligi uchun 18 yosh to'ldirgan bolalikdan nogironlik statusi birinchi gruppaga o'zgaradi. Yana FTEK bilan uylarga keldik, tibbiy ko'rik tashkil qildik. Chunki fuqaromiz yotoq holatlarida borishda muammo bo'ladi uchun aynan FTEKning o'zi kelib xonadonda fuqaroni ko'rib baholadi hamda birinchi gruppa nogironlik 1 yil muddatga berdilar. Nima uchun 1 yilga berdi? Endi tuzalish ehtimoli bor. Ya'ni yaxshilanish Reabilitatsiya qilish ehtimoli bor. Xuddi shunda. Qizimiz yana oyoqqa turishga qanday imkoniyati mavjud-da. Shuncha belgi berilmaydi-da. O'sha muddatda agar reabilitatsiya qilish imkoniyati bo'ladigan kasallarga muddat qo'yiblar. Kimga 1 yil, kimga 6 oy, kimga 2 yil. Agar tuzalmaydigan, o'sha qayerdir inson a'zosi umuman haligi yaroqsiz kelgan bo'lsa, unga umrbod berish nimasi bor? Nimalar bilan shug'ullanasiz uyda bu ish vaqtida? Nima ish qilasiz? Biron nima tikasizmi, chizasizmi, nima qilasiz? Onlayn savdo qilasizmi? Barakalla. Nimani olib, nima sotasiz? Yo biron o'zingiz mahsulotlaringizni berasizmi? Ha, siz ularning savdosi bilan shug'ullanasiz, ha? Sizga kompyuter narsa berilganmi? Bormi? Sharoit hammasi bor. Kompyuterda qilasizmi? Ha, hozirgi so'zda oddiyroq baribir bitta yangi yaxshi kompyuter kerak, ha? Ushbu bolamizga bolalikdan nogironlik belgilangan. Men kelib xatlov jarayonida xabar olganimda, tanishga kelganimda, bolamiz oldin aravacha olingan, ota-onalar olib berganlar. O'sha muddati tugab, yo'lda to'xtab qolish bo'lgan, ya'ni yaroqsiz holatga kelgan bo'lgan. Ha, qanday bilan olishni bilmay, endi katta pul turadi, u kichkina pul emas, elektr yurtmali aravachamiz. Shunda kelib taklif berganimda, TEKga yo'naltirganimda, ota-ona rozi bo'ldi hamda bolamiz TEK ko'rigidan o'tib, qaytadan bolamizga voucher asosida o'sha payt voucher sistemasi endi chiqqan edi. Toza yangi chiqqan paytlari o'tgan yili yoz oylarida, bahor oylarida, bahor oylarining oxirlarida bolamizga elektr yurtmali kreslo aravacha olib berdik. Fuqaro bundan mamnun bo'ldilar. Hamda qolaversa bolamiz bilan psixologik yondashuv asosida, ya'ni o'zini qobig'ida qolib ketgan edi bola. Ya'ni do'stlar bilan suhbatlashish, chegaralab qolish, aravachasi nosozligi, ular bilan vaqtda chiqib, masalan, davra bo'lib bir suhbat qila olmaslik natijasida bola o'zini qobig'ida qolib ketganligi uchun Mexanistik nogironlik aravachasi. Yo'q, elektron edi. Ota-onasi o'zlari sotib olib berganlar avval. Uni muddati o'tib ketganda, shunda bolamizga psixologik yondashildi, bola bilan psixologimiz individual tartibda seanslar o'tildi. Hamda bolamiz hayotga qiziqishi yanada ortib boshladi. O'sha paytlarda parashashka turi yo'nalishi bo'yicha 5 tashabbus sport o'yinlari Buxoro tuman sport majmuasida o'tkazildi. Hamda bolamizni o'sha sport turiga jalb qildik. Bolamiz qatnashib, faxrli o'rinlar oldi hamda respublikadan bolamiz uchun maxsus sovg'alar ham keltirib berildi, topshirildi. Buni natijasida bolamiz yanada motivatsiyaga to'ldi. Qolaversa, Buxoro shahrida ham o'tkazilgan rassomchilik bo'yicha tanlov bo'lib o'tdi. Bolamiz rassomchilikka juda ham qiziqadi. Juda ham rasm chizishni yaxshi ko'radi. Uyda ijod namunalari ham mavjud. Shu rasm asarlarini olib tanlovga etdim, tanlovda qatnashdi, yaxshi o'rinlar oldi. U yerda mutaxassislar, ya'ni rassomchilik yo'nalishida professional mutaxassislar qatnashgan edi. Shahrizodga keraklicha tavsiyalar berishdi. Shahrizod qolaversa tumanimizdagi rassomchilik to'garagiga qatnay boshladi. Yanada bilimlarini mustahkamlay boshladi. Yaqindagina kuni kecha tumanimizda tadbir, bolalar kuniga tadbir uyushtirildi tuman hokimligi oldida. O'sha yerda nogironlik bo'lgan fuqarolarimizning ijod namunalari yarmarkasi bo'lib o'tdi. U yerda fuqaromiz ham o'z ijod namunalarini taqdim etib, bir nechta asarlarni sotib, ozgina bo'lsa-da daromadga ega bo'ldi. Bu yerda daromad muhim rol emas. Bu yerda bolaning uning mehnati qiymati borligi, uning o'rni borligi, jamiyatga kerak ekanligini his qildirish bolaga. Birinchi olib keldingmi? Yo'q, mana biron kishidan ta'limmi, biron ustozdanmi? Kimga bordingiz? Mana to'garakka qatnadingizmi? Barkamol avlodga borasan-ku, ayt shuni. Birinchi maktabni yoniga. Musiqa maktabiga boraman, tasvirsan. O'zingiz mustaqil borasizmi? Ha. Mustaqil bemalol harakatlanasiz, ha? Ha, yaxshi. Rejalar qanaqa endi?
kelajakda? Hozircha yo'q. Arxitektor bo'laman. Hayajonlanibdi hozirda. Arxitektor, ha? Juda yaxshi, ajoyib. Xoruz sanatoriyasi 2021-yil 18-mart kuni ochilish marosimi bo'ldi. Shundan buyon ijtimoiy himoya milliy agentligimiz tomonidan dam oluvchilarni qabul qilyapmiz. Hozirda sanatoriya 130 kishini o'z ichiga qamrab bo'lgan va shu dam oluvchilarimiz hozirda bu kasalliklarimiz umumiy yurak qon tomir kasalliklari, tayanch harakat sistemasi, nafas yo'llari kasalliklari bilan qamrab olingan. Fizioterapiya davo muolajalaridan tashqari suv bilan davolash muolajasi ochildi. Shunda sizlarni boshlab boraman.